Assalomu alaykum qadrli Cherry ishqibozlari. Sizlar bilan bugungi obzorimizda Cherry Arizo 8 gibrid modelini salon qismini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Yo, bismillah. Bu mashinani saloniga o'tirganinglardan keyin o'zidan o'zi kibr shunaqangi ikkita yelkalarga qo'nib oladi. Nega deganda bu mashinada o'zinglarni xuddiki bir bilmadim judayam bir kuchli qudratga ega otda o'tirgandek bo'lasizlar. Nega deganda salon ichki dizayni birinchidan judayam chiroyli, hamma joyi koja, eko koja, sifatli kojadan ishlangan salonlari. Birinchi bo'lib ko'zimizga ko'rinadigan 12 dyuymli monitor. Bu yoqdan xohlasangiz o'sha navigatsiyani yoqib olib, mana bu yoqdan navigatsiya yoqib olib, xohlagan joylarga lokatsiya urib olsanglar bo'ladi. Monitorlari juda ham tiniq ishlaydi, umuman qotmaydi. Также полностью klimat kontrollari, avtoholdlari, hamma narsani shu yerda o'zidan regulirovka qilsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda mana biz buni o'zbek tiliga o'girib qo'yganmiz. Salonda полностью podsvetkalarni yoqqaningizdan keyin nima desa bo'ladi? Полностью bu yoqda salon освещениялari bor. Salon освещениялari bor. Kechqurun juda ham chiroyli dizaynda yonib beradi. Hozir o'chirib qo'yilgan. Hozir bu yoqda yana sideniyalari elektropaketda o'sha premium klassdagi avtomobillarnikiga o'xshab ishlangan. Pamyat sideniyasi bor. 3 ta odamga saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. Hamma o'zi o'tirganda o'zinikini shuna qo'ysa, mashina avtomatik o'sha sizlarni regulirovkalarga moslashib oladi. Bu yoqda akustika sistemasi o'sha Harman Kardonga o'xshab ishlangan, ammo полностью akustikasi Sonydan yig'ilgan. Elektron rul, o'sha multi rul, bu yoqda o'sha panel upravleniyasi sensorga o'xshaydi, no lekin knopka. Juda ham dizayni chiroyli, qo'shiqlarni baland past qilib o'tkazib, o'sha adaptivniy cruise control, голосовой upravleniyalarni ham yoqsanglar bo'ladi. Esdan chiqibdi. Bu mashinamizda yana голосовой upravleniyasi bor. Masalan, Привет, Cherry. Здесь. Открой люк. Окей. Panoramasi oxirigacha ochiladi. Kechqurun juda ham chiroyli vid berib turadi. Va bu mashinamiz o'sha tabiiyki gibrid mashinalarida mashina konditsionerda umuman bo'g'ilmaydi, tortish kuchi o'zgarmaydi. Qish kuniga keladigan bo'lsak, ikkita oldi sideniyasida, orqa sideniyalarida isitish sistemasi mavjud va hattoki rulda ham isitish sistemasi mavjud. Avtomobil o'sha panel anaqasiga upravleniyasiga kirganingizda, to есть mana полностью ko'rsanglar bo'ladi. Hamma narsani o'sha distansionniy upravleniyalarini, bu yoqda funksiyalari juda ham ko'p. Sport, eco, normal, o'sha smart ключ, mashinaga yaqinlashganingizda eshiklar ochiladi, uzoqlashganingizda o'zi qulflanib oladi. Bu yoqda distansiyasini saqlanib qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'sha qanchalik o'sha 400 da kelayotgan mashinani o'sha yetib olayotganingizda o'zi to'xtaydi va qaysidir masofaga yaqinlashganingizda bu yoqda avariykalar yonadi. Bundan tashqari o'sha hamma narsani xullas настройка qilsangiz bo'ladi. Mashinani спящий rejimga kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas bu mashinada yo'q funksiyani o'zi yo'q. Также лобовой oynalari, yon oynalari ham isitish sistemasiga ega. Полностью o'sha nazorat qilsangiz bo'ladi va bu yoqda sportivniy sportivniy joystik, bu Cherry'ni отдельно o'sha nima desa bo'ladi, fishkasi desa ham bo'ladi. Hamma Cherry avtomobillarida, ya'niki o'sha oxirgi modellarida aynan xuddi shunaqa sportivniy joystik ko'rishingiz mumkin. O'sha
oddiy harakat bilan dga o'tadi, oddiy harakat bilan parkovkaga qo'yasizlar yoki zadniyga o'sha anaqa qilganinglarda orqa kamerasi ko'rsatib beradi va 1,5 metrdan boshlab parktroniklari shunaqa ko'rsatib beradi. 3D ga qo'ysanglar полностью obzorni ko'rsatib beradi mashinani, umuman qotmaydi. Sun'iy intellekt bo'yicha mashinani qayerda turgani, yonida nimasi bor, atrofida nimalari bor, hammasini mashina ko'rsatadi. Sizga kerakli, o'zingizga kerakli anaqasini qo'yib olib turib, полностью o'sha mana rulni burishingizga qarab turib, trayektoriyalarni ham belgilab beradi. Xullas mashina juda ham aqlli. Bu yoqda o'sha elektr holatida yursangiz bo'ladi va gibrid holatida yursangiz bo'ladi. Bu aynan mana bu knopkasi esa monitorni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi va ekranda o'sha klassik soat dizaynida soatni ko'rsatib turadi. Bu yoqda esa 360 kamerasi, 360 kamera knopkasi va настройкаga kirish knopkalari, yana monitor yoqsangiz bo'ladi. Bu knopkani bossangiz lokatsiyani ochib beradi. Xohlasangiz через голосовое управление qayergadir lokatsiyani urib qo'yasiz va telefon sizga shart emas. Shu turgan joyingizni o'zidan mashina sizga marshrut chizib beradi va bemalol hech qayerga chalg'imasdan shu yerda o'zidan lokatsiyangizni ko'rib harakatlanishingiz mumkin. Bu modelimizda hech qayerda yon oynalarni to'g'rilaydigan knopkalarni ko'rmadik. Yon oynalarini esa aynan mana shu ruldagi knopkalar orqali o'ng tarafdagi knopkalarni o'sha monitorda o'sha aynan o'shunaqa punkti bor, o'sha yerga kirasiz va o'ng taraf rulni o'ng taraf yon oynani regulirovkasini to'g'rilasa bo'ladi, chap tarafdan bilan chap tarafdagi oynangizni regulirovkasini moslashtirib olsa bo'ladi. Bari ichiga keladigan bo'lsak, o'sha Mercedes dizaynda ochilinadigan qilibdi, juda ham ishlashlari tiniq. Даже o'ynagan saringiz o'ziga odamga yoqaveradi. Bu yoqda aynan mana shu shilchogini shunda ochib qo'ysa, konditsioner yoqqan paytingiz mashinani barini ichi холодильник vazifasini bajaradi. Bu yoqda esa ikkita telefon uchun беспроводной zaryadka joyi, bu yoqda esa podstakanniklari. Bu yoqda podstakannikini tagi o'sha rezinoviy bo'ladi. Deylik, o'sha energetik suv nimadir ichganingizda bo'shab qolganda shaqur-shuqur qilib ovoz chiqarmaydi, tagi rezinoviy bo'ladi. O'sha krepyojlari ham bor. Yo'q paytida akkuratni yopib qo'yasiz, skromniy turaveradi va bu yoqda yana bir telefon uchun отдельный bir razyom ham bor ekan. Undan tashqari o'sha nima desa bo'ladi, oynani ochganingizda yonadigan LED chiroqli, kechqurun misol uchun bemalol mashina o'chiqligida ham akkuratni soch soqolingizga qarab olsangiz bo'ladi. Meni juda ham qiziq bo'lgan narsa bu eshigi ruchkasi. Juda ham noodatiy dizaynda qilingan. Menga lekin o'zimga juda ham yoqdi. Aynan mana shu ruchka hech qaysi avtomobilda ishlatilmagan dizayn. Aynan Cherry Arizo 8 da bor. Mashinani tepadan 360 olib beradigan o'zini datchiklari, kameralari, полностью orqa qatorda ham konditsioner o'sha deflektorlari bor. Orqa qatorda ham sideniyani o'sha komfortni ishlanganiga, o'sha perforatsiyasiga ahamiyat bering. Juda ham chiroyli ishlangan, o'sha biznes klass mashinasi safiga kiradi bu mashinamiz ham. Juda ham qulay, o'rtada o'sha podlokotnik, podstakanniklari ham mavjud va orqada o'sha детский kreslo uchun tayyor o'sha moslamalari ham bor. Aynan детский kresloni ustanovka qilish uchun aynan mana shu moslamani ham ustanovka qildirishingiz uchun ko'chada baribir bir ikki so'm xarajatingiz bo'ladi. Aynan bu mashinada esa buni hammasi tayyor. Xullas, mashinani ichi 30% shumka qilingan, tashqaridagi shovqin ichkariga eshitilmaydi. Va aynan mana bu o'sha rasm ham kechqurun o'sha faralar yonganda, mashina harakatlanayotganda yonib turadi. Juda ham chiroyli dizaynga ega. Tak, xo'p. Bu yoqdan mana
очиститель воздухasi bor, tashqaridagi havoni filtrlab, salon ichiga toza filtrlangan havo haydab beradi. Va bu mashinamizda 3 ta aromatizatori bor. O'sha xohlagan o'sha aromatni tanlab, salonning ichiga как бы o'sha освежитель osib qo'ymaysizda, bularda o'sha как premium klassdagi anaqa ketadi. O'zini освежители bor, o'sha konditsionerdan chiqayotgan havo, o'sha havo bilan o'sha свежесть havosi bilan chiqib turadi. Salon ichiga juda ham nima desa bo'ladi, приятный hid bilan taralib turadi. Aynan bu rul обогревniki bu yoqda o'sha yuziga beryapti hozir, bu yoqqa bundoq qilib qo'ysak oyoqqa va oynaga ham полностью juda ham chiroyli o'sha ko'rsatib turar ekan. Mana o'zimga ham yoqdi. Aynan bu esa o'sha tashqi havoni filtrlab beradi. 9 o'nlik klimat kontrol bo'ladi. Xohlasangiz mana men o'zim chap tarafga konditsioner tanlab qo'yaman. O'ng tarafga bo'lsa pechka qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. 9 o'nlik klimat kontrol bo'ladi. Xohlasangiz o'ng tarafga konditsioner, pechka, xohlaganinglarni o'sha anaqa qilsanglar bo'ladi. Xullas, bu mashinamizda funksiyalari juda ham ko'p. Misol uchun, undan tashqari Apple CarPlay orqali ham ulag'ingiz bo'ladi. YouTube, Instagram xohlagan narsangizga kirib, o'sha tasvirlarni monitorga yetkazib beradi. Xudo xohlasa, avtosalonimizga kelsanglar, Cherry Ademaster avtosalonlarida kelib, bu mashinamizni haydab, o'sha o'z nomingizga bitta pasportga xarid qilib ketishingiz mumkin. Hammalarni Cherry Ademasterda kutib qolamiz.